Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingimiz Xiva shahrida bo'lib o'tadigan 3-Lazgi xalqaro raqs festivali haqida bo'ladi. Mamlakatimizning boy raqs san'ati tarixida alohida o'rin egallagan Xorazm Lazgi raqsi o'ziga xos ijro uslubi va jozibasi bilan nafaqat O'zbekistonda, balki chet davlatlarda ham mashhurdir. UNESCO tomonidan Xorazm Lazgi raqs insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilganligi ham uning betakror san'at ekanligidan dalolat beradi. Xorazm Lazgi raqsi san'atining asliy an'analarini saqlash va rivojlantirish, raqs san'ati orqali xalqlar o'rtasidagi do'stlik, birodarlik rishtalarini mustahkamlash, xalqaro miqyosda ijodiy hamkorlik ko'lamini va madaniy aloqalarni yanada kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarori bilan Madaniyat vazirligi tashabbusi asosida 2022-yildan boshlab har 2 yilda bir marta 25-30 aprel kunlari Xorazm viloyatining Xiva shahrida Lazgi xalqaro raqs festivali o'tkazilishi belgilangan. 2022-yildan buyon UNESCO shaffiyligida o'tkazilayotgan Lazgi xalqaro raqs festivaliga 2026-yildan boshlab Turksoy xalqaro tashkiloti ham shaffiylik qilmoqda. 2026-yilda 3-marotaba o'tkazilayotgan 3-Lazgi xalqaro raqs festivaliga dunyoning 30dan ortiq davlatlaridan, jumladan Buyuk Britaniya, Fransiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Belarus, Rossiya, Turkiya, Qirg'iziston, Serbiya, Braziliya, Yaponiya, Ispaniya, Misr, Gruziya, Hindiston, Ukraina, Bolgariya, Qatar, Ozarbayjon va O'zbekiston davlatlari offline hamda AQSh, Avstriya, Iordaniya, Meksika, Gana, Rossiya, Makedoniya, Eron, Xitoy, Pokiston va Italiya davlatlaridan onlayn tartibda 300 dan ziyod iste'dodli raqqosalar, professional raqs jamoalari, raqs san'ati ustalari, musiqashunos va san'atshunos olimlar, taniqli san'atkorlar, yetuk mutaxassislar, faxriy mehmonlar ishtirok etadi. Festival doirasida xorijiy va mahalliy raqs san'ati ustalari, musiqashunos va san'atshunos olimlar, taniqli san'atkorlar va faxriy mehmonlar ishtirokida jahon madaniy taraqqiyotida raqs san'ati, an'ana va umumbashariy qadriyatlar mavzusidagi 3-xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasi o'tkaziladi. Mazkur konferensiyada Buyuk Britaniya, Fransiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Belarus, Rossiya, Turkiya, Qirg'iziston, Serbiya, Braziliya, Koreya, Yaponiya, Ispaniya, Misr, Gruziya, Hindiston, Ukraina, Bolgariya, Qatar, Ozarbayjon va O'zbekiston davlatlari offline hamda Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstriya, Iordaniya, Meksika, Gana, Rossiya, Makedoniya, Eron, Xitoy, Pokiston va Italiya davlatlaridan onlayn tartibda ishtirokchilar ishtirok etadi. Shuningdek, O'zbekiston va Turkiya madaniy qo'shma komissiyasining 3-yig'ilishi, Turksoyga a'zo davlatlar san'at va raqs oliy o'quv yurtlari rektorlarining 3-yig'ilishi, Turk dunyosining an'anaviy raqsi antologiyasi mavzusida konferensiya, etnomadaniy forumlarning o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, Xiva shahrida joylashgan Ichanqal'a majmuasida festivalning tantanali ochilish hamda taqdirlash marosimlari bo'lib o'tadi. Shu bilan birgalikda 26-29 aprel kunlari festival doirasida raqs tanlovi o'tkazilib, unda xorijiy va mahalliy ishtirokchilar ijodiy bellashadi. Festival g'oliblari Grand Prix mukofoti 7000 AQSh dollarni tashkil etdi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni qo'lga kiritganlar uchun mos ravishda har bir yo'nalishda 3 ta nominatsiya: eng yaxshi yakkaxon raqs ijrochisi, eng yaxshi raqs jamoasi, eng yaxshi sahnalashtirilgan raqs bo'yicha 5000, 3000, 2000 AQSh dollaridan mukofotlanadi. Hurmatli vatandoshlar, barchangizni Lazgi xalqaro raqs festivaliga chorlab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Raqs festivali to'g'risidagi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etib boramiz.